Assalomu alaykum. Hamma chorvachilar, tuzumsizlar, yaxshimisizlar, sizlar bilan qiynalmasdan, mazani yaxshimi? Quyon ishqibozlari, quyon rasxod va foydalari haqida gapiramiz. Bugun o'qib quyon benzin yangi boshlamoqchi bo'lgan insonlarga 10 ta primerni ona quyon olib, qafas oladi, unga bedadon oladi, primerni 3 million uzoq 5 million rasxod qiladi o'qib. Undan keladigan foydalar haqida gapiramiz o'qib. Ularning foydasi terisini sotsa, bitta quyonni 20 ming, 30 ming so'm terisi. Endi terisini telpaga tikman qo'ygan. Prosta o'zi Toshkentda tikitgan, o'zi Namanganda oldingidagi telpa yo'q, terisidan talab yo'q terisiga. Bunga talabiga, toza nasliga, ili bolasiga, go'shiga talab bor o'quvchilar. Shuning uchun 3 ta narsani o'zidan yaxshigina soqqa qilsa bo'ladi. O'zi men sizlarga aytib beraman bu narsani. Yiliga 10 ta quyondan bir donasi ona quyon yiliga 8 marta 6 marta bola beradi. Primerni 8 marta bola beradi deb hisoblanadi. 8 tadan 6 dan 10 tagacha bola beradi. 8 dan bola berdi. 64 ta bola beradi o'quvchilar. Bitta ona quyon 64 ta bola. Endi undan o'ladi, qoladi, kasal bo'ladi, so'tilib boshqa u bu narsa bo'lib ketishi mumkin. 50 ta hisobla bolasini 10 ta ona quyon yiliga 500 ta beradi. 500 tasini 3 oylik qilib sotadigan bo'lsani, 3 oylik qilib sotadigan bo'lsani, O'zbekiston iqlimida 200 ming so'm. Go'sht yo'nalishda sotmoqchi bo'lsani, so'yib 2 kilo, 2,5 kilo chiqadi. Kilosi chunki 80 million 130 minggacha. Viloyatlarga qarab, qayda har xil. Bizning Namanganda 100 ming, 120 ming shunaqa holat. Yani Toshkentda 80 ming, 90 ming. Hop, buni bolasini uzun sotmoqchi bo'lsani, 1 oylik qilib 50 ming so'm. 50 ming so'm. Primerni bo'sha birinchi qadaladigan narxi 50 ming. Undan o'zingiz muomalangiz va sotuvingiz yaxshi bo'lsa, 100 ming, 120 ming, 130 ming, xohlasangiz 150 ming sotishingiz mumkin. O'zingiz ijtimoiy tarmoqda kanallaringiz yoki bozorda sotmoqchi bo'lsangiz, bozorda sotishingiz mumkin o'quvchilar. Shuning uchun 10 ta ona quyon yiliga 500 ta bola berganda 50 ming so'mdan sotsangiz, bolasini o'zini nech pul bo'ladi? 25 million pul bo'ladi. Bitta ona quyon bir oyga 80 ming so'm rasxod qiladi. 80 ming so'm. Undan общий rasxodi 8 million, 10 million rasxod chiqib ketadi o'quvchilar. Baribir yana qapas olasizlar, boshqa u bu ishlarni qilasizlar. 15 million birinchi yiliga qoladi 15 million. O yerga 1,5 million pul qoladi hamma rasxoddan tashqari 10 ta ona quyondan. Uni bolalarni o'lib yana ham ona quyonlarni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, sekin daromadini o'shib boraveradi o'quvchilar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmanglar.